Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun Grok haqida gaplashamiz, ya'ni sun'iy intellekt, Grok AI. Men o'zim Twitterda taniydiganlar bo'lsa, ya'ni X bo'lgan hozir. Grok AI'si bor. Grok AI'ni bular qo'shgan Twitter ichiga va siz ham Twitterga kirgan bo'lsangiz ishlatgan bo'lishingiz mumkin. Sun'iy intellekt ichida bor. Buni tashqarida ishlatib ko'rmagandim, lekin ichida ham oldindan masalan rasmlar ChatGPTga o'xshab rasmlar yaratishda ham juda zo'r yaratgan va hech qanaqa cheklovsiz ChatGPT rasm yaratsa cheklovga tushib qoladi. Nechtadir yaratganingizdan keyin bo'ldi, ertaga kel deb yuboradi. Grokda bo'lsa bunaqa narsa yo'q edi umuman. Har doim to'rtta to'rtta rasm yasab beraveradi va yaxshi yasardi. Hozir eng qizig'i, menga talabalarim olib keldi, Grokda video yasayapmiz va juda zo'r yasayapti. Rasm tashlasak ham video qilib beryapti, deyishyapti. Va ko'rsatdi ishlarini juda ham zo'r. Hatto bitta qiz YouTube kanal yuritishni ham boshlabdi Grokda. Qisqa videolar yasab, Grok AI yordamida juda ham zo'r chiqqan. O'zim qoyil qoldim va Grokda endi faqat Twitterda ichida emas, Twitterda ishlatsangiz video generatsiya qismi menimcha yo'q. Chunki qidirib topolmadim telefonda. Va Grok AI'da o'zini kompyuter saytidan kirib ishlatganimda juda zo'r narsalar oldim. Sizlarga shuni ko'rsatib ishlatib bermoqchiman va ChatGPTdan kuchli tomonlarini ko'rsatmoqchiman. Videoda yozilgan ChatGPTdan kuchlimi? Nimaga bu ChatGPTdan kuchli bo'lib ketyapti desangiz, men Grokni adashmasam 4.1 versiyasi, ya'ni pulli versiya bo'lgan bu. Shuni tekinga beryapti sizga ishlatishga. Va ChatGPTda siz doim tekin versiyasini ishlatasiz, pullisini emas. Va shuni evaziga bemalol video generatsiyalar qilib beryapti va juda ham zo'r. Tavsiya qilaman, videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Shu joyda men shundoq Telegramga kirib, o'zim Telegram kanalimni tavsiya qilib ketishim kerak, chunki odam kamayish sekinlashib ketdi. Bahodirjon chiziqcha Mullajonov deb qidiringlar. Mana 2322 ta odam bor ekan. IT'ni eng qaymoq joylari shu Telegram kanalimda bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar hozir kirib. Chunki YouTube kanalimdagi oxirgi videolar ham shu Telegram kanalimda qo'yib boriladi. Mana. Chunki siz YouTube kanalimga obuna bo'lganingizda ham bu videoni yo'qotib, yangi chiqqan videolardan bexabar qolib ketishingiz mumkin. Xo'p, qani ketdik. Istalgan qidiruv tizimiga kirasiz. Google'mi, Yandex'mi farqi yo'q. Shu joyga mana Grok 4 ta harf AI, ya'ni Grok joy tashlab AI deb qidirasiz mana. Mana grok.com degan sayt birinchida chiqib keldi. Bu saytga kiraman mana. Kirganingizdan keyin albatta menda to'g'ridan to'g'ri kirdi, chunki men bunda o'zimni Gmail'imni kiritib qo'ydim ichiga. Hozir qaysi sun'iy intellektga kirsangiz ham ChatGPTmi, Gemini'mi, Copilot'mi farqi yo'q, Grokmi. Albatta siz imkoniyatlaringiz yana ham yaxshiroq ishlash uchun sun'iy intellektda deydi. O'zingizni Gmail'ini kiritib qo'y deydi. Shunaqa qilib kiritib o'tib olasiz. Ya'ni Gmail bossangiz Gmailingiz chiqadi, parol so'ramaydi. Shunda bosib da qilib yuborasiz, siz ma'lumotingiz kiritiladi, siz to'liq yaxshi anaqa bilan ishlashni boshlaysiz. Ko'proq imkoniyat bilan. Xo'p, qarang, Grok mana kirganda xuddi ChatGPTga o'xshaydi, faqat o'rtada mana Grok turibdi. Shu joyda mana gaplashib ko'ramiz. Salom. Mana o'zbekcha gaplashishini ko'raylik, o'zbekcha qanaqa yozishadi. Birinchi mana tekshirib ko'raylik. Salom, qalaysan deb yozdim. Va salom, yaxshiman, rahmat. Sizchi nima yangiliklar deb mana o'zbekcha hech qanaqa muammosiz, imlo xatosi bemalol yozyapti. Juda ham yaxshi. Mana ChatGPTga o'xshab kulyapti ham. Hattoki e'tibor bering, davom ham etkazyapti. Nima AI vositalari haqida batafsil so'raysanmi deb mana variant berib qo'yapti. O'zbekistonda IT mutaxassislarini xohlaysanmi deyapti. Xo'p, mana O'zbekistonda IT mutaxassislari ketdik. Kimlar chiqarar ekan? Hop, buni bemalol telefonda ham xuddi siz ko'pchilik telefonda ko'rib turadi buni, kompyuterda emas. Siz ham telefonda aynan shunaqa qilib grok.com deb yozib saytiga yoki grok deb poyezd berib, birinchi chiqqan grok.com saytiga kirib, mana shu ishni telefonda ham qilaverasiz. Hozir telefonda ham, kompyuterda ham bir xil ish qilyapsiz. Mana 20 ta rezultat bo'yicha mana IT Park saytlari, tam mana hammasini prosmotr ko'rib chiqyapti. Даже rezultat ko'proq. Menimcha men bu ответni men eksportga qo'yyapman, chunki grokda ham turlicha holatda ishlatishingiz mumkin kuchini. Bu eng kuchli variantda ko'rdik. Shuning uchun ozroq o'ylanish vaqti ketdi. Xo'p, mana Farruh Habibullayev tavsiya qilyapti dasturiy ta'minot bo'yicha. Google Android operatsion sistemasi bo'yicha ishlar ekan hozir.
Akmal Fayziyev, Numeo AI kompaniyasi asoschisi, Anvar Narzullayev tavsiya qilyapti. Baxtiyor Hasanov IT kompaniya asoschisi, Dilnoz Muhammedova IT sohasida mutaxassis, Ruslan Sahadullayev, Bunyodbek Ibragimov, Rinat Rafillayev Gafarov, Aleksandr Baklanov, Shavkat Karimov hamjamiyat rahbari. Ho'p, shu joyga mana Bahodirjon, endi ozgina anaqada nima deydi? Bahodirjon Mullajon, nima qildim? Ozgina nima deydi? Video yozmaganimga ancha bo'ldi, sal nima, nima deydi? Hayajonlanyapman, to'g'risi xuddi 62 mingta odam oldida gapirgandek ism familiyamni yozib yubordim. Bahodirjon Mullajon haqidachi nima ma'lumot bilasan demoqchi edim. Просто ism familiyamni yozib yubordim. Endi nima bo'ladi bilmadim. Hozir ko'ramiz natijani. Men haqimda ma'lumot ketdi. Bahodirjon Mullajonov endi qanaqa men taniydimi, ma'lumot to'g'ri beradimi deb yozmoqchi edim. Ho'p, mana Bahodirjon Mullajonov O'zbekiston IT va media mutaxassisi, shuningdek ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi influencer, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya universitetida media dizayn fani o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. To'g'ri, shunaqa. Uning asosiy faoliyati IT ko'nikmalarini o'rgatishga qaratilgan bo'lib, YouTube kanali orqali PowerPoint, Excel, ChatGPT kabi mavzular bo'yicha videolar yuklagan. Kanalida 62 300 obunachiga ega. Qarang, e, aynan oxirgi yangilik bo'yicha bazasi juda ham yangi ishlaydi. Shu tomondan ChatGPT boshqa Gemini, Copilotdan yaxshi. Chunki boshqa e, chat sun'iy intellektlarida eski bazalarni ishlatadi juda ko'pi. Juda ko'pi. Aynan qaysidir biri demoqchi emasman va e'tibor bering. 62 300 aynan hozirgi obunachilar soni. Hozir данный время bilan olyapti. Mana bu qayerdan olganini ham ko'rsatyapti. Men haqimda uni qaysi universitetda ishlashim, nima ish qilishim mana Scholar google.com dan, Scholarimdan olgan. Scholarda ilmiy maqolalarim ham joylangan-ku. Va men obunachim qanaqa video dars qo'yishim mana youtube.com dan olyapti. Mana linki bilan ko'rsatyapti. Ko'ryapsiz? Qayerdan olganini ham ko'rsatadi. Ijtimoiy tarmoqdagi faoliyati. Instagramda 57 ming obunachisi bor. IT darslar va motivatsiya postlari bilan mashhur. IT biz bilan birgalikda o'rganish shiori ostida reklama va hamkorliklar olib boradi. Instagram va YouTube'da hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, kommentga yozib, aloqaga chiqinglar. Telegram botimga ham. Instagram linkimni ham ko'rsatyapti. Va Twitter Bahodirjon mana bu username. IT mavzulari, postlar, obunachilar motivatsiya qilish va follow back kompaniyalari bilan ishtirok etadi deyapti mana. Obunachim bermabdi, 20 mingdan ortiq edi. YouTube mavzularimni beryapti. Va Google Scholar sahifasida ilmiy ishlar, sitatalar mavjud. Asosan media dizayn va IT ta'limi bilan bog'liq. Agar uning rasmiy videolari haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, aniqlashtiring. Qiziq. O'zbek IT Educators Educators nima? Educators o'qilam. Bahodirjon YouTube darslarida men inglizchada shularni davom etkazamanmi deyapti. Lekin men qarang, 9 ta istochnikdan foydalangan. Mana shu holatda. Shularni mana prosmotr rezultat poyezd qilib ko'raylik mana. Mana YouTube kanalim olyapti, Instagramda olyapti, Google Scholar'im olyapti, x.com'dagi Twitterdan olyapti. Yana Instagram, Twitter'dagi postlarim, YouTube'im va Twitter. Mana ko'ryapsiz? 4 ta platformadan olib, umumlashtirib, men haqimda umumiy ma'lumot beryapti va men haqimda bergan ma'lumotlar aynan yangi va aynan to'g'ri. Juda ham zo'r. 5 dan 5 qo'yaman, lekin man aynan qanaqadir shaxsni ma'lumotni qidirmoqchi bo'lsanglar, yangi va to'liq ma'lumot bera olyapti. Qaysidir sun'iy intellektlarda men o'zim haqimda so'rasam, meni topib bermaydiganlari ham tiqilib yotibdi, to'g'risi. Kim bu? Qo'shiqchi, aktyor deb gapiraveradi. Istasanglar boshqa sun'iy intellektlarni men haqimda so'rab ko'ringlar mana. Grok oxirgi versiyasi bo'lgani uchun juda zo'r ishlayapti. Qarang, endi Grokni o'zini haqida, mana bu bo'limlari haqida tushuncha berib ketdi. Grokni to'liq ishlatish tushunib olinglar. Mana bu yerda mana bu knopkasi bor. Bu prikrepit, ya'ni rasm qo'yib yuklamoq, qo'shib mana bu promptga qo'shib bermoqchi bo'lsangiz, mana bu rasmni tozala, mana bu rasmni oldiga kimnidir rasmiga o'zi meni kimnidir qo'shib ber degan ishlar qilmoqchi bo'lsangiz, mana prikrepitda mana загрузить fayl qilib fayl yuklab berasiz. Rasm, video farqi yo'q. И mana добавить tekst, rasm qo'yish, mana eskiz chizdirish bor ekan, нарисовать eskiz. Google diskingizdan, Microsoft OneDrive, ya'ni cloud'dagi fayllaringizni olib bu yerga tiqishingiz mumkin.
yoki последний fayl qilib oldin ishlatgan rasmingizni ham ishlatsangiz bo'lar ekan bu yerda. Mana bu yerda prompt yoziladi. Men yozyapman buni. Va mana bu yerda bu grokni darajalari bor. Ya'ni menda qarang. Menda eksportda turibdi ekan. Ya'ni juda ham aqllisida. Doim aqllisini ishlatsa yaxshi-yu desanglar, aqllisida siz eksportda zo'r ishlaydi, lekin vaqtdan yutkazib qo'yadi, sekin ishlaydi. Oddiy shunaqa oddiy savollar bo'lsa, sizda oddiy ko'p savol, lekin vaqtingiz yo'q. Unda mana bu yerdan siz Bistroga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, Bistriyati. Tez javob beradi, o'ylanmaydi hech qanaqa, lekin manba aqlli tomoni kamroq bo'ladi. Ko'p anu ko'proq xulosalamasdan, prognoz qilmasdan berib yuboradi sizga javobni. Agar lekin sizga haqiqatdan yaxshiroq, kuchliroq kerak bo'lsa, mana ekspert mana ko'proq глубокий мышление deyapti, ko'p o'ylaydi. Lekin mana Grok 4 ham turibdi, betasi. Mana bunisi menimcha adashmasam pulligim, beta versiyasi. Mana Super Grokka ham o'tkazishingiz mumkin ekan. Albatta bu pulli qism. Super Grokka tanlasanglar mana e, $30 oyiga bu nima beradi sizga? To'g'ri bir versiya qo'shimcha возможность imkoniyatlari bo'lar ekan. 128 ming tokenli pamyati bo'lar ekan. Расширенный pamyat, ya'ni ham aqllilashgan. Так. Image'da model изображения, rasm tayyorlash imkoniyati, nimadirlar. O'z ovoz rejimida ishlash imkoniyati va boshqalar. Qarang, oyiga $300 Super Grok Heavy versiyasi ham bor ekan. Bu nima beradi desanglar, Grok 4 Heavy ochilar ekan. Heavy'si to'g'risi bilmadim, juda ham aqlli bo'lsa kerak. 4:1 ga Rastation imkoniyatlar yana ham oshadi. Grok 3 da umuman ограниченный достуp yo'qolar ekan. 256 ming tokenli eng uzun pamyatga ega bo'lar ekan. Oldingi yangi imkoniyatlar sizda birinchi bo'lib ochilar ekan. Yana nimadirlar, xullas. Men hali nima deydi? Mana bu tekinidan nima deydi? Hali qilolmaydigan ishini ko'rmadim, hatto qilayotgan joyini ko'rmadim hattoki. Xo'p, bu joyda mana Grokni versiyalarini ishlatsangiz bo'ladi. Istalganiga alishtirib, avtoga qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Bistri bilan eksportni o'zi xohlagandek avtomatik ishlatib boraveradi. So'ragan narsasiga qarab o'zgaradi va individualniy o'zingiz nastroykalaringizni o'rnatsangiz bo'ladi. Mana все modelni yoqib olish qulf turibdi. Menimcha bu albatta pulli ulish rejimda bo'ladi. Endi chap tarafda nimalar bor qarang. Chat bor. Biz ya'ni chatda yozishyapmiz. Menimcha katta ehtimol mana bu yerdan yozishingiz mumkin. Mana bitta versiya tanlab. Imagingga o'tsangiz, Imagine'da rasm va videolar bilan ishlaysiz. Aytgan rasmingizni, aytgan videongizni tayyorlab beradi. To'liq tekin, eng qizig'i. Proyekt qismida bo'lsa, turlicha proyektlarda ishlashingiz mumkin ekan. Bu qismni ham ko'rib chiqsak bo'ladi va istoriya. Mana bu yerda eng qizig'i istoriyalaringiz ham qolar ekan. Oldingi qilgan ishlaringizni mana shu yerda o'zidan topib ishlatsangiz ham bo'ladi. Xo'p, chat rejim faqat yozish. Keyin eng qizig'i mana shu holatda mana bu logotipini o'zini bossa chap tarafda turgan. Bu birinchi holatga chiqib ketardi. Xo'p, mayli. Mana shu yerdan qarang, mana Imagine bo'limini tushuntiray. Rasm va videolar bilan ishlash. Menda internetda qotish bor. Siz Imagine'ga o'tganingizdan keyin mana bu yerda videoda turlicha yozishingiz mumkin. Masalan, mana bu yerda video rasm qilib tanlashingiz mumkin. Xo'p, masalan, mana bunaqa yozib ko'rdim. Gitler va Elon Musk Elon Muskni bir-biridan qochayotgan videosini tayyorla deb mana bu yerda video turibdi. Hop, menda hozir to'xtanglar, qandaydir internetim qotyaptimi, men hozir o'zim tushunmay qoldim. Mana ortiqcha narsalar bor menda. Boshqatdan hozir anaqa qilib ko'raman. Grokka boshqatdan kiramiz. Beeline internetida ishlataman, mobilniy, va shunda mana qotishlar yuzaga kelib turadi. Grokni o'zida qotish ketdi menimcha. Grokim ishlamay qol desam, anaqa ham yaxshi emas, mana.
Endi sal ishlashni boshladi. YouTube kanalim nastroykasi ham. Hop. Mana internetim endi yaxshilashdi. Ah, mana shu yerda o'zida ham man Imagine bo'limiga o'tmasdan ham pastida turibdi, qarang mana. Deep Search turibdi. Ko'proq o'ylash uchun mana bu ilmiy maqolalar bo'yicha ishlaganda, ilmiy ishlar bo'yicha ishlaganda mana Deep Search yoqib olasizlar. Mana Deep Search bo'lib qoldi mana. Ko'proq ilmiy ishlar, ilmiy narsalar uchun. Great Image'ga o'tib olsanglar, mana Imagine'ga o'tib ketadi. Bu yoqda rasm va videolar bilan ishlash uchun. Свежий новость, yangiliklar bilan ishlash, personda mana bunaqa odamlar, tak, shunaqa qismlari ham bor ekan. Bu qism men persona qismini o'zim to'liq o'rganib chiqmadim. Agar xohlasanglar bu bo'yicha ham alohida o'rganib chiqib video dars qilishim mumkin. Mana bu yerda mana darajalarni berish. Xo'p, endi mana bunday qilamiz. Boyagina Adolf mana bunaqa qilamiz. Adolf Gitler va o'zbekcha yozaylik, toza o'zbekcha, nima qilaman, inglizcha yozib Adolf Gitler va Elon Maskni bir-biridan katta tezlikda qochib ketish videosini tayyorla deb mana Ctrl C. Keyin menda bitta Ronaldoda rasmini tortib qo'yib turay. Rasm bilan ham ishlaymiz. Ronaldoning kartinkasi, istalgan rasm farqi yo'q. Misol uchun man misol tanaroq, kattaroq rasm kerak, 828 ga bo'ladi. No, mashina turib tursin. Mana videoda yaratib olay. Tayyorla dedim. Mana buni Ctrl C qilib turib, eng qiziq bu chat ko'rinishida turibdi, ko'ramiz. Chatdan video tayyorlab olamizmi, Imagine'ga o'tib ketadimi, o'tmaydimi? Ko'ramiz. Hop, berdim. O'ylanish jarayoni. Umid qilaman internetim yaxshi ishlayapti. Xo'p, lekin mana bu yerda bu chunki chatdaman men. Imagine'ga o'tamiz. Imagine'da mana promptga yozamiz mana. Mana video ko'rinishida ketdi. Mana video tayyorlash jarayoni boshlandi. E'tibor bering, generatsiya. Mana shu yerda mana protsent ketar ekan, 20-35% bo'lgan video tayyorlayapti. Va eng qizig'i mana pastda versiyalar bor. Mana e'tibor bering. Mana shularga avtomatik o'tib ketishingiz ham mumkin. Pastda mana Gitlerda bu bunaqa ko'ryapti, lekin mana Elon Muskni juda yaxshi taniydi, chunki o'zini основатель. Gitlerga mana endi kelyapti, mo'ylovlarni tushunishni boshladi. Baribir. Xo'p, mayli. Mana bu 100% bo'lib olsin, paxtarit bo'lib qolibdi nimagadir. Mm, Chunki mana bu juda ham pastga tushib boshqa narsalar bilan chalg'ib ketsangiz, mana protsent to'xtab qolar ekan. Shu holatda mana kutamiz. Lekin e'tibor bering, protsent juda tez va tekin to'liq, eng qizig'i. Mana shu tomoniga men qoyil qoldim. Kompyuterga tushirishgacha jarayoni ham hech qanaqa muammosiz bo'lyapti. Xo'p, lekin menda mana bu to'xtab qolyapti. Mana shu turishdan boshqa videoga o'tib ketaman, qarang. Qaysi biri yaxshi? Mana Gitler bashara chiqdi, o'xshashroq. Mana buni qarang. Juda zo'r. Vau. Mana bundan davom etkazamiz. Mana shu joyda mana Svelte videoni bosib olasiz. Mana shuni o'zidan tayyorlash jarayoni ketadi. Bu ikkinchi variant sifatida. Aslida promptga yozgan variantim tepada tayyorlab berish kerak edi. Nimagadir ошибка berib qoldi. Endi mana bunga ham bu videoga avtomatik o'tib ketsangiz bo'laverar ekan va ko'chirib olish ham mumkin. Hozir tayyor bo'lganda ko'ramiz. Yo ошибка berdi, yo уже tayyor. Xo'p, bossangiz mana buni avtomatik oldiga olyapti. Mana Zagrusga to'xtatib qo'yayotgani internetim sekinligidanmikin yoki nimadan ekan? To'xtab qolyapti. Tak. Istalgan bitta farqi yo'q. O'zi Gitler ham Gitler bo'lib ketdi. Men o'zim yaxshi internetli kompyuterda buni tekshirib ko'rganimda hech qanaqa muammosiz tayyorlash jarayonida ham muammo chiqmayotgandi. Ko'chirib olish jarayonida ham muammo chiqmayotgandi.
Eng qizig'i, ovoz bilan ham zo'r ishlayapti va ovozda ham muammosi yaratib beryapti. Hop, gadjetga bersak. Ajoyib, bari internet tezligiga bog'liq narsa ekanda. Men o'zimda mana загрузка papkadan kirib ko'rsataman oldin qilganlarimni. Bundan boshqa yo'lim qolmayapti. Uh, har xil variantlar mana rasmlarda qilyapti-yu, videoga o'tganimizda to'xtab qolyapti-da. Menimcha mana bo'lib qolsa kerak, katta ehtimol. Shu ikkala odam biridan juda tez uzoqlashib ketsin. Uzoqlashib ketsin. Prompt bor. Protsent ketdi. Eng qizig'i pastiga yozdim. Prompt bu yoqda yozilishi kerak edi. Tepa qism nimaga ajratilgan? Hayronman o'zim ham. Bunda alohida bo'ladimi? Bu bitta videoda ham ko'rsatyapti. Paxta. Menimcha internet sekin bosib ishlamasa kerak. Hop, загрузка. Ссылкani olish ekan. Mana bu yerda o'zgartirishingiz mumkin. Изображение generatsiya. Mana изображениеga o'tsanglar rasm yaratadi. Mana bu yerda ekran o'lchamlarini o'zgartirishingiz mumkin. Menda загрузка papkasi mana oldingi qilgan ishlar ko'rsatdik guruhlarda. Adashmasam mana bu uchta guruhda videolari. Mana Gitlerda aynan o'zini o'tga tashlashini videosini qilgandim. Mana bunaqa yasadi mana. Internet tez bo'lganda bunaqa muammo juda tez ishlayapti o'zi. Mana bu holat, mana aynan Gitler basharasi. Hech qanaqa muammosi tezlik bilan qilib berib yasab beryapti o'zi. Sizlar yaxshi internet tezlikda qilsanglar bo'lar ekan. Hop, mana bu ham Gitler. Mana aynan o'tga tashlashini juda zo'r qilib bergandi mana. E'tibor bering. Juda ham chiroyli qilgan. Hech qanaqa cheklovlarsiz qilyapti. Siz ham promptlarni ishlatib ko'ringlar. Mendagi ошибка internetim sekinligidan bo'ldi, katta ehtimol. Juda ham katta ehtimol. Men shunaqa o'ylayapman. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi mana shu qismda. Hech qanaqa cheklov yo'q, ko'rib turibsizlar. Yana qanaqa video darslar chiqishini xohlasanglar, kommentda yozib qoldiringlar. Sun'iy intellekt bo'yicha albatta videosini qilaman. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Shu joyda Telegramga kirasizlar. Bahodirjon Mullajonov deb qidiringlar. Mana qattiq X bilan Bahodirjon ostki chiziqcha Mullajonov deb qidirasizlar. Telegram kanalim chiqadi. Shu kanalga obuna bo'lib qo'ying. ITning eng qaymoq joylari shu Telegram kanalimda bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat yana bir bor. Sog' salomat bo'linglar.